Kirib kelayotgan bahor bayrami Navro'z ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun 19-mart. Biz yana Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportdamiz. Bugungacha birin-ketinlikda juda ko'plab o'quvchilarimiz Janubiy Koreya davlatiga yetib borganlar. Bugun ham 9 nafar o'quvchilarimizni kuzatgan chiqdik. Shuningdek, 26-mart kuni yana bir qancha yoshlarimiz Janubiy Koreya davlatiga jo'nab ketadilar. Ketayotgan va kuzatishga chiqqan ota-onalar va o'quvchilar kayfiyatini siz bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Kim kuzatgan chiqdingiz endi? Shu ukamizni Bobur Mirzoni, xudo xolasa Koreyaga o'qishga ketishga, kuzatishga. Ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tyapti? Omadini bersin deymiz, endi omad tilaymiz, xudo xolasa. Yaxshi o'ziga astoydil bo'lib harakat qilsa, yaxshi natijalarga erishadi. Koreya, Seullar yaxshi rivojlangan joylar. Intilgan u yerda yaxshi bo'lib ketadi. Bizga islomimiz haqida qanaqa fikrdasiz? Natijalar zo'r, xudo xolasa, tavsiya qilaman, harakat qilsa, bolalar sizlarga ishonsa bo'larkan. Mana natijasini ko'rib turibmiz-ku. Boshqalarga ham tavsiya qilamiz, harakat qilsin. Sizdan qanaqa hissiyotlar o'tyapti? O'zi kim kuzatgan chiqdingiz? O'g'lim. Qatib ketyapti. To'g'risini aytaymi? Ha. O'qishga ketyapti. Sizdan qanaqa hayajonlar o'tyapti hozirdan Yo'q, sog'inayotganda? to'g'risi hayajonlanganim yo'q. Kutganidek, bilganidek. Ketyapti endi. O'zida hayajon bo'lsa kerak yosh. Biz ham o'qiganmiz joy va vaqtida u hayajonlar bo'lgan. Endi farzandim bor bilan. Omad tilayman unga. Birinchi marta viza chiqdi sizga deb qo'ng'iroq qilishganda qanaqa hayajon o'tgan ichingizdan? Xursand. Shu uydagilarga aytib xursand bo'lyapman. Baqirganmisiz xursandligingizdan? Endi shunaqa desa ham bo'ladi. Masjidda edim tarovihda. Said aka telefon qilib xursand bo'lyapman ancha. Birinchi marta samolyotga chiqishingiz. Men birinchi marta. Koreyaga borgandan keyin nima ish qilmoqchisiz? Birinchi bo'lib qiladigan ishingiz. Birinchi bo'lib borib endi o'qib, ish topamiz endi. El qatori endi. El qator. Sizdan qanaqa hissiyotlar o'tyapti? Qanaqa hayajonlar o'tyapti? Kimni ko'proq sog'inib qolasiz? Onam endi. Boshqalarchi? Endi otam ham uydagilar. Biz agentствоni do'stlaringizga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz, ya'ni Koreyaga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga. Tavsiya qilaman. Ularga ham chiqsin. Qilyapti ham bir ikki toshdan. Birinchi marta samolyotga chiqishingiz. Ha, birinchi marta samolyotga. Hayajon bo'layotgandi. Yo'q, unchalik emas. Demak, oldin ham chiqqansiz. Yo'q, endi birinchisi. Qanaqa taassurotlar o'tyapti ichingizdan? Hayajon ozgina bor. 12 agency'ni 1 balldan 10 ballgacha bo'lgan sistemada necha ballga baholagan bo'lardingiz? 10 ball xudo xolasa. Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham tavsiya qilasizmi? Ha, hammasiga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Qayerga ketyapsiz endi? Koreyaga Nimaga? o'qishga. Birinchi marta parvoz qilishingizmi? Aha, shunaqa. Ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tyapti? Qanaqa taassurotlarda? Hissiyot ozgina hayajon bor. Shu boshqa. Qo'rquv yo'q demak. Yo'q, qo'rquv yo'q. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Koreyaga borib birinchi qiladigan ishim joylashish, keyin o'qish, xudo xolasa. Shu. 12 agency'ni 1 balldan 10 ballgacha sistemada necha ballga baholagan bo'lardingiz? 10. Undan ham yuqori, xudo xolasa. O'zi do'stlaringizga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ha, albatta. Tavsiya qilgan bo'lardim. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti? Boshqacha. O'zi birinchi marta samolyotga chiqishingizmi? Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham biz agentствоni tavsiya qilgan bo'larmisiz? Ha, 100% ketinglar, uchinglar. Yaxshi bo'lar ekan. Hozir hayajonlanyapman endi. Koreyaga borgandan keyin birinchi nima ish qilmoqchisiz? Birinchi bilmadim endi. Samolyotdan tushib olaylik, alayhissalom. Qaytganingizdan keyin o'zingiz qanaqa odam sifatida tasavvur qilasiz? Xudo xolasa endi uyga vertolyotda qo'nmoqchiman. Oo, nima maqsadlar katta. Nechinchi marta samolyotga chiqishingiz? Birinchisi. Hayajon boshqacha bo'layotganda? Vashchi. Koreyaga borgandan keyin birinchi qanaqa ish qilasiz? Nima ish qilmoqchisiz? Birinchi ko'rmoqchiman. Men o'zi asosiy yashiniga ketyapman, ko'rishga, tomosha qilishga, aylanishga. Shu endi. O'qish maqsadida. Assalomu alaykum. Qanaqa taassurotlar bo'lyapti? Kimni kuzatgan chiqdingiz o'zi? Taassurotlarim yaxshi. Bu agentство juda ishonchli agentство ekan.
kelinimni jo'natyapman. 2 yil oldin o'g'lim ketgan edi, uylangan edi. Mana endi kelinimni jo'natyapman, xursandman juda ham. Biz agentvani Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, Farzandlarini jo'natishga? albatta. Juda ishonchli agentство ekan. Jo'natish kerak. Biz ham shunga ishonib dakim qilgan edik. Mana chiqdi, yaxshi, xursandmiz hammamiz. Bayram biz uchun bugun. Taassurotlaringiz qanaqa? Koreyaga ketyapsiz ekan o'qishga. Juda ham ajoyib. Nega siz biz o'zimiz emas, oilaviy ketyapmiz ayolim bilan. Ayolim bilan yaqin o'rtada turmush qurganmiz 10-fevral kuni va to'ydan keyin juda ham zo'r yangilik bo'ldi biz uchun. Viza chiqdi. Birinchi ayolimga chiqdi, keyin menga va juda ham xursandmiz albatta. Больше нечего сказать, как сказать. 12.1 agency haqida qanaqa fikrdasiz? Как говорится, все вместе. Maqsad sari birgalikda orzumizga erishdik. Xudoga shukr. Вот. Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan yoshlarga biz agentvani tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, tavsiya qilganman ham. Ancha-muncha odamni jo'natganman sizlarga va ketishni ham shekilli bilmayman. Shunaqa. 12.1 agency tezkor va ishonchli xizmatidan foydalaning. Koreyada talaba bo'lish biz bilan yanada oson. 12.1 agency maqsad sari birgalikda